Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan quyida hozirda mavjud AI tullarini qanday qilib o'zimizni loyihamizda ishlatishimiz mumkinligini ko'rsatib o'tamiz. Bizda juda ham ko'p AIlar mavjud. Masalan, mana misol uchun bizda mana shuncha AIlar mavjud. List qilamiz. Like Cloud Code list qilib ko'radigan bo'lsak, bu yerda aytyaptiki, bir qancha advanced holatda cloud kodlar mavjud. Mana misol uchun birinchisi Aider bor, Climb bor, Gemini bor, OpenAI bor, Codex, Goose bor. Judayam ko'plab tayyor AIlar bu yerda mavjud. Mana misol uchun IDE, ya'ni IDE degani mana shu bizni VS kodimiz IDE hisoblanadi. IDE Integrate AI Coding Agents bular fully featured hisoblanadi, ya'ni kursor bor, Windsurf bor, Continue.dev bor, GitHub Copilot bor. Bular web base'larga mana misol uchun Replit bor, Devin bor, Bolt.new bor. Mana shunday cloud kodga o'xshagan juda ko'plab bizda AIlar mavjud. Ulardan mana masalan men hozirda ishlatadiganlar, misol uchun Ilmora frontendga boramiz. Bu yerdan namuna sifatida app.txt ni ochib olamizda. Yon tomonimizda, xo'p, bu yerda errorlarga e'tibor bermaysizlar. Yon tomonimizda masalan Cloud Code'ni extensionini o'rnatib olganman. Uni extensionlar qismidan Cloud deb yozadigan bo'lsak, Anthropic. Mana Anthropicni mahsuloti kelib chiqadi. Va bu yerda Kilo bor. Kilo kod ham yaxshi ishlaydi ba'zida. Va menda Codex bor. Codexdan tashqari Chat bor va plus menda Kilo bor. Cloudy bor. Menda hammasini o'rnatib olganman. Chunki bularning hammasini o'ziga yarasha token va limitlari bor. Ma'lum bir token yoki limit tugab qolgan vaqtida mana shulardan men foydalanaman. Buni afzalliklari nimada deydigan bo'lsanglar, buni afzalliklari shundaki, biz bu yerga istagan komandamizni yozamiz. Mana misol uchun kelinglar test qilib ko'rishlik uchun Ilmora frontendga aytaman. O'zbek tilida yozaman tushunarli bo'lishlik uchun. Menga Ilmora frontendga borib oddiy docs fayl yo'q, deymiz. Ilmora frontendga borib search folderga kir va u yerda bir etc folderni ochib uni ichida shunchaki docs.ts fayl ochib ber. Buni ingliz tilida emas, o'zbek tilida yozdim. Ko'rib turadigan bo'lsak, source fayl ichiga hozir bu boradi. Mana shuga kirib turib, Ilmora frontendga kiradida, mana menga etc faylini ochib berdi. Qanaqa ham bir rivojlangan zamonda yashayapmiz. Nima dedinglar? Konstant qilib qo'yamiz shunchaki. Bu yerda hozir to'g'irlanish kerak bo'lgan joylari bor. Xo'p, xuddi shu singari biz Codex'da ham shunday qila olamiz, Chatda ham shunday qila olamiz, Kilo'da ham shunday qila olamiz va hammasida shunday qila olamiz. Mavjud extension based bo'ladigan bo'lsa, biz mana shuni loyihamizga o'rnatib olib, istaganimizcha bu yerda komanda beramiz va plus mana misol uchun bizda backend hamda frontend folderlari mavjud. Ikkalasini bir-biriga bog'lab menga to'liqligicha loyiha yozib berdi. Biz komanda berishimiz ham mumkin. Bu albatta bizni tarifimizga bog'liq. Agar bepul tarif bo'ladigan bo'lsa, limitlari kam va kuchsiz ishlaydi. Agar tariflari pullik va yuqori to'lovlik bo'ladigan bo'lsa, juda ham sifatli va tez yozib beradi. Undan tashqari kursor bor. Mana misol uchun kursorni ishlatishlik uchun sizlar maxsus kursorni programmasini o'rnatib olishinglar kerak. Kursorni programmasini o'rnatib olib, keyin uni ishlatish mumkin. Ya'ni bu extension based hisoblanmaydi. Bo'lishi mumkin extensionlari, lekin bu extensionlar qanchalik zo'r ishlaydi,
noma'lum kursor kodlari bor ekan, kursor AI bor ekan, 19 mingta o'rnatilgan ekan, lekin bu qanchalik ishonchli va qanchalik zo'r ishlaydi bu noma'lum. Buni faqatgina a, fayl holatda o'rnatib olib, o'sha faylni ichida biz istagan folderimizni ochishimiz orqali ishlatishimiz mumkin. Va plyus Windsurf ham xuddi shu kursor singari tengma-teng ishlaydi. Bundan tashqari biz Cloudy'ni a, yokida boshqa bir AIni a, terminalda ham ishlatishimiz mumkin. Masalan, men bu yerga Cloudy deb komanda berdim. Cloudy ishga tushadi hozir bu yerda. Cloudy ishga tushib, ishonasizmi deyapti, ishonamiz. Mana Cloudy ishga tushdi. Mana shu yerda ham prompt yozishimiz mumkin. Hozir menimcha bu menga promptga ruxsat bermaydi, sababi tokenim tugab qolganligi uchun ham javob berdi. Salom, qanday yordam bera olaman? Mana shu yerdan turib ham biz AI agentidan foydalanib prompt yozib kodlarimizni o'zgartira olamiz, kodlarimizni yoza olamiz, hatto GitHubga push qila olamiz. Lekin terminaldan yozishni bitta minus tomoni shundaki, yozilgan kodni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Lekin extension orqali yozilgan kodlarni orqaga qaytarish mumkin. Mana misol uchun men qandaydir bir noto'g'ri prompt yozib qo'yadigan bo'lsam va o'sha promptni kodlarini o'zgartirib yuboradigan bo'lsa, hech qanday token sarflamasdan turib kodlarni orqaga reverse qilsa bo'ladi. Lekin terminal orqali reverse qilsa bo'lmaydi. Reverse qilishlik uchun yana token ishlatadi. Hozircha bugungi qisqagina yangiligimiz shulardan iborat.